Bu Shahrixon tumanining Shahrixon mahallasida yashovchi fuqaroning 7 yil davomida qurgan uyi. Bir paytlar mahalliy hokimiyat tomonidan unga eski qabriston o'rnidan yer ajratib berilgan edi. Endi esa uning uy devoridan 2 metr uzoqlikda yangi dafn etish joyi tashkil etila boshlandi. Mana shu istalbalarni portallarga chiqib men tushirtirganman, mana shu istalbalarni. Portalga chiqarib, bu yerga kelsangiz axlatxona, itxona, shunday tikonlarning ichida yurar edik. Choptirib, surdirib, chiroyli qilib obod qilgan paytimda bular endi qabriston ko'ziga ko'rinib qoldi-da, svetlar tushdi, qarasa obod bo'lyapti. Ko'ziga ko'rinib qolib, shu 4 soatlikda qabriston qilishyapti. O'zbekiston Respublikasi dafn etish va dafn marosimi to'g'risidagi qonunida qabristonlar aholi yashash maskanidan ma'lum masofada joylashishi belgilangan. Sanitariya qoidalariga ko'ra, dafn joylari turar joy binolaridan kamida 300 metr uzoqda bo'lishi kerak. Bu ekologik xavfsizlik va sanitariya nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Bir tomonda 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari bilan oila yashaydi. Ikkinchi tomonda 100 yillik eski qabristonni yangidan qurishni Shahrixon mahallasi aholisi talab qilmoqda. Endi qabriston qilamiz deganda bu egador chiqibdi. Buni egador chiqishi bu yerda hech tozalov yo'q edi, xarobsiz go'rlar borib turib turardi. Uni viloyat hokimi rasmga snimka qilib borgan. Mana qarab, qabriston menga shetalim bo'lsa berasan degan. Qabriston bo'lsa uyim zahlab ketadi-ku. Uyim zahlab ketadi, tagidan suv chiqib turadi. Devorimiz tagida kama bor. Ichadigan suv chiqarganman, o'sha yerdan ichib men sog'lig'imga ziyon-ku bu narsa. Mana soyda bo'yiga ham ertaga yillar o'tib bu qabristoni maqa keladi, suv oqib, kasallik butun O'zbekistonga tarqaydi-ku bu yer. Viloyat hokimimiz shu narsani tushuntirib berganda bu yerda menga bo'lmasam o'zini bermas edi viloyat hokimimiz ham. Shuni alohida qayd etish kerakki, mahalla aholisiga xizmat qiluvchi asosiy Oq masjid dafn etish joyi 1928-yilda tashkil etilgan. Afsuski, bu yerda joy tanqisligi sabab bir qabrga 4 tagacha mayit qo'yilganiga guvoh bo'ldik. 4 ta odam bor. Bitta qabrda. Dadasi bor, onasi bor, qizi bor, o'g'li bor. Aslida bu hududning hujjatlari, qurilish ishlari qaysi idoralar tomonidan nazorat qilinadi? Shahrixon tumani hokimligi tomonidan ajratib berilgan 2 sotixli yer maydoniga turar joy solgan fuqaroga aslida qonuniy egalik huquqi berilganmi? Fuqaro Aliyeva o'zi yashab kelayotgan uy 2 sotikdan iborat bo'lib, haqiqatan tuman hokimligining yer ajratish to'g'risida qaroriga asosan fuqaro Aliyeva Nargizaxonga ekatarpa uy-joy qurish uchun ajratib berilgan. Faqatgina o'sha joyda qabriston tashkil qilib, qabriston sifatida foydalanishga qarshilik bildirmasligi bo'yicha kelishuv qilingan bir necha bor. Fuqaro bu kelishuvdan qoniqish hosil qilmasdan juda ko'p marotaba murojaat yo'llanmoqda. Qabriston qurilishi jamoatchilik ongiga ta'sir qiluvchi nozik masala. Bu yerda nafaqat qurilish qoidalari, balki inson haqlari va ruhiy osoyishtalik ham muhimdir. Endi u mahallaning ichida menga rasman hokimlik qarori bilan mana shuncha yer mana ajratildi deb imzolanib olib kelinsa, keyin men uni xat hujjatlarini qilib turib tayinlab o'zimga olaman va menga bitta shtat beriladi u yerga. Qachonki hujjat bilan tasdiqlanib menga o'tsa. Qabriston qurilishi qonun normalariga mos keladimi? Buni tegishli idoralar hal qilishlari lozim. Masala huquqiy tus olgan. Biz mavzu yuzasidan tegishli tashkilotlar va mahalliy hokimiyat idorasining rasmiy munosabatini kutib qolamiz.